Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda pensiya to'xtatiladi, Xalq banki vakolatdan mahrum bo'ldi degan xabarlar tarqalmoqda. Lekin bu ma'lumotlar noto'g'ri yoki noto'liq tushunilgan. Eng muhimi, pensiyalar to'xtatilgani haqida hech qanday rasmiy qaror qabul qilinmagan. Pensiya to'lovlari avvalgidek davom etadi. Xalq banki haqidagi gaplarga kelsak, bank vakolatidan mahrum qilingani yo'q. Faqat 2008-2009-yillarda qabul qilingan ayrim eski tartiblar bekor qilingan. Bu qarorlar Markaziy bank va Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan qabul qilingan. Yangi o'zgarishlar asosan pensiya tizimini zamonaviylashtirishga qaratilgan, ya'ni pensiya tayinlangan va to'lash jarayoni raqamlashtirilmoqda. Qog'ozbozlik kamaytirilmoqda va ma'lumotlar elektron tizim orqali yuritiladi. Shuning uchun qog'oz shaklidagi pensiya guvohnomalari bekor qilingan. Pensiyalar esa avvalgidek bank kartalari orqali va belgilangan tartibda to'lanaveradi. Ayrim vazifalar o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin bu to'lovlar to'xtaydi degani emas. Shuningdek, pensiya miqdorlari inflyatsiyasiga qarab indeksatsiya qilinib borilmoqda. Xulosa qilib aytganda, pensiyalar to'xtatilmaydi, faqat eski tartiblar o'rniga yangi raqamli tizim joriy etilmoqda. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi har qanday manbalarga ishonishdan oldin rasmiy manbalarni tekshirish muhim. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.